Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq dorivor o'simligi. Ismi otquloq. Rus tilida ismi shavel. Otquloq soy va tomorqalarda joylashgan bo'lib, balandligi 60 santimetrdan 1 metrgacha chiqadigan o'simlik. May oyida iyun oyini oxiriga urug'lari pishadi. Otquloq urug'idan tabiiy bo'yoq matolarga ishlatilgan. Yosh barglarini ovqat hazmni yaxshilaydi va ishtahani ochiladi, qonni tozalaydi. Otquloq ildizi quritib olib, kukun shaklida maydalab olib, damlama tayyorlab ichilsa, ayollar kasalliklarida shifobaxsh. Otquloqning ildiz damlamasi tarkibida tabiiy minerallar va mikroelementlar ko'plik tufayli 2 hafta iste'mol qilsangiz, ko'z xiraliklari kamayadi va ko'z ko'rishi yaxshilanadi. Bilmagan odam bilgan odamlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasi bilan kam-kam iste'mol qilsak bo'ladi.